Aya, siz aqlingiz yetmaydi unaqa narsalarga, jon, aralashmang meni hayotimga. Bitta ovozlovchilik eski davrda odamsiz, unaqa narsalar tushunmaysiz. O'zim bilaman, xohlaganimni qilaman. Shuni kutib turib hozir boraman. Assalomu alaykum, Sahtor inspektor Avazbek. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Rahmat. Gaplashyapsiz? Ayam bilan gaplashyapman aka. Ayizmi? Ha. Bu siznikin debman men. Yo, ayam bilan. Nima tinchlikmi, nima gap aka? Chunki ona bilan ham shunaqa gaplashamiz. Qanaqa gaplashay? Onangiz bilan shunaqa qo'pol munosabatda bo'lasizmi? Ikki davr odamimi, boshqami, u onangiz uka. Ona bilan hurmatda gaplashish kerak, ona bilan. Siz aka xizmat vazifangizga kirmaydi bu narsa. Men xohlaganimcha gaplashaman aka. Qalay tushundingiz? Kiradi. Sen avval bitta bolang bormi yo'qmi? Yo, hali uylanmaganman. Bitta bolalik bo'lsang keyin bilasan, ona aytadi. Shaxsiy tasdiqlovchi hujjatlaring bormi? Yo, aka yonimda yurmaydi. Sen aniqlik ketyapman. Maylimi? Uka hali kichkina bola ekansan. Bundan ko'ra onang chiroyli xizmatini qilib, duosini ol uka. Ish qilasanmi, nima ish qilasan? Yo, ish qilmayman aka. Ish qilmaysanmi? Ash ota-onang chiroyli duosini ol uka. Hammasi yaxshi bo'ladi. Biz ham ota-onamiz duosini olganmiz. Shunaqa sharafli kasbda ishlab yuribmiz uka, tushundingmi? Eksperiment olyapti-ku. Bu yerda kameramiz bor. Sizlarning emotsiyalarni bilmoqchi edik. Xizmat vazifalaridan tashqaridagi holat bu. Bilaman. Aka, rahmat. Ismingiz nima? Otabek aka. Aka, ismingiz nima? Aytmaysan, uka shafaqat bilan 1 soat ketadi. Aka, menga qilgan yaxshiligingizga sizga yaxshilik bilan javob qaytaraman. Qaysi qo'shiqni aytasiz? Shahlo Ahmedova. Shahlo Ahmedova yomonsiz. Qani aka, o'zbekchani bosasiz. 3 xil versiyasini chiqarib beryapti. Konsertni Slovet 8 da. Qaysi varianti yaxshi sizga aka? Konsertning ular bora olmaymiz bunaqa. Qani bitta eshitib ko'ring. Yoqdimi aka? Qanaqa sun'iy intellekt? Yo'q, sun'iy intellekt emas. Bu aka o'zimiz o'zbeklar ishlargan Sovet Instabot Telegramga kirasiz va Sovet Instabot deb yozsangiz, shu bot chiqadi. Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, liboy platformadan hech qanaqa majburiy obunalarsiz video silkasini tashlaganingizdan keyin mana sizga full kachifada chiqarib beradi, aka. Xizmat faoliyatida xudo xolasa bizning botimiz sizga ancha yordam beradi. Qilgan yaxshiligingizni hech qachon unutmaymiz. Xudo xolasa bu videoni Instagramga qo'yamiz. Sizga yaxshi xodimlarimiz ko'paysin, aka. Rahmat aka, charchamang. Rahmat. Xo'p, rahmat.